Birinchi dars uyga vazifa testini ta'rif qilamiz. Birinchi savolda tub raqamlar yig'indisini toping deyilgan. Tub raqamlar 2, tub sonlarning eng kichigi, keyingisi 3, keyingisi 5, undan keyingisi 7, keyingi tub son 11 u raqam emas. Shuning uchun tub raqamlar yig'indisi eng kattasi 7 qo'shib chiqsak 5, 5 ga 5 10, 10 ga 7 17 ekan. D javob. Ikkinchi savol. Ikkinchi guruh amalari qaysilar? Matematikada 3 ta guruh amalari bor. Birinchi guruh qo'shish ayirish, ikkinchisi ko'paytirish bo'lish. Bizdan ikkinchisini so'ragan. Ko'paytirish bo'lish C javobda turibdi. Uchinchisi darajaga oshirish va ildiz. Endi uchinchi savol. Barcha natural sonlar, ularga qarama-qarshi sonlar hamda nol qanday sonlar to'plamini tashkil etadi? Barcha natural sonlar deyapti. Demak 1, 2, 3, 4 va hokazo cheksiz. Bularga qarama-qarshi sonlar -1, -2, -3 va hokazo -8lik va 0. Shularning barchasi butun son deyiladi. Chunki hammasida kasr qismi yo'q. Hammasi butun holatda turibdi, butun sonlar deyiladi. Butun sonlar. Butun sonlar degan javob B javobi. To'rtinchi savolda ketma-ket kelgan natural sonlar qanday sonlar bo'la oladi? Ketma-ket kelgan natural sonlar masalan 5, 6, 17, 18 bunday sonlar o'zaro tub sonlar edi. Bu qoida o'zaro tub. Ya'ni ikkalasining umumiy bo'luvchisi faqat 1 bo'ladi. Birdan boshqa umumiy bo'luvchi bo'lmaydi ketma-ket kelgan natural sonlarni. O'zaro tub degan javob D javobi. 5-savol. O'zaro tub sonlarni ko'rsating. A javobga qarasak 18, 45. Ikkalasi birgalikda 3 ga bo'linadi. Shuning uchun o'zaro tub emas. B javobga qarasak 24, 26. Ikkalasi birgalikda 2 ga bo'linadi. Shuning uchun bu ham o'zaro tub emas. C javobga qarasak 35, 48. 35 5 ga bo'linadi, 48 bo'linmaydi. 48 masalan 2 ga bo'linadi, bu bo'linmaydi. Ikkalasining umumiy bo'luvchisi faqat 1. Birdan boshqa umumiy bo'luvchisi yo'q, birgalikda bo'linadigan soni yo'q. Shunda o'zaro tub sonlar ekan bular. C javobi ekan. Endi D javobi nega bo'lmasligi? 12 bilan 39 birgalikda 3 ga bo'linadi. Shuning uchun bu ham bo'lmaydi. Keyingisi 6. 6-savolda 100 ning nechta natural bo'luvchisi bor? 100 bo'linadigan sonlar yozib chiqishimiz kerak. 100 soni 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi, 10 ga bo'linadi, 20 ga, 25 ga, 50 ga, 100 ga bo'linadi. Nechta deyilgan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deydi. Natural bo'luvchilari 9 ta. 9 ta degan javob B javob. 7-savol. Qaysi son barcha natural sonlar bilan o'zaro tub son hisoblanadi? Bu ham qoida. Bir soni barcha natural sonlar bilan o'zaro tub hisoblanadi. 1 bilan 6, masalan 7 bilan 1, 10 bilan 1, 1 bilan 28. Bular barchasi o'zaro tub sonlar juftligini hosil qiladi. Demak, hamma natural son bilan bir o'zaro tub son hosil qiladi. A javob. Keyingisi 8. 8 ga qarasak, tog' sonni yozish formulasini ko'rsating deyilgan. Tog' sonni yozish formulasi 2 xilda. 2n plus 1 va 2n minus 1. Bu ham qoida. Bunday javob D javobda berilgan, B va C javoblar to'g'ridir. 9-savol. Qarama-qarshi sonlarni toping debdi. Qarama-qarshi sonlar deb ishorasi bilan farq qiluvchi sonlarga aytiladi. Bular A javobda turibdi, -3 bilan +3 qarama-qarshi sonlar. 10-savol. Barcha raqamlar yig'indisini toping. Barcha raqamlar yig'indisi 45 ga teng. Buni darsni boshida aytganmiz. 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 qo'shib chiqsak 45 chiqadi. Bu D javobi. Eng kichik raqam 0, eng kattasi 9, yig'indisi 45 ga teng, ko'paytmasi 0 ga teng.
11-chi savol. Egizak tub sonlarni toping degan. A javobda 2 bilan 3 degan. Ular egizak emas, chunki farqi 1 ga teng. Ayirganda 1 chiqyapti. Ayirganda 2 chiqishi kerak. B javobda 71, 73. Bular egizak tub sonlar, chunki 71 ham tub son, 73 ham tub son. Ayirganimizda 2 chiqadi. Buni qolgan javoblar nega bilmasligini tushuntiraman. C javobda 19, 21. 19 tub son, 21 tub son emas, 3 ga 7 ga bo'linadi. Shuning uchun ular egizak tub sonlar emas. Ayirganimizda 2 chiqadi, lekin ikkalasi ham tub son bo'lish shartini bu qanoatlantirmaydi 21. Va D javobda 39, 41. Bunda 39 tub son emas, 3 ga bo'linadi, 13 ga bo'linadi. Shuning uchun bu javob ham emas. Keyingi savol, 12-chi savolda sonni raqamlar bilan yozing deyilgan. 18 million 45 ming 9. 18 million deb yozish uchun 18 yozamiz. Millionda 6 ta 0 bo'ladi. 18 dan keyin 6 ta raqam bo'lish kerak. 45 ming deyapti. Endi 45 ming deganda bitta 0 yozib keyin 45 yozamiz. Chunki minglar xonasi, minglar sinfida 3 ta xona bo'lish kerak. 45 da 2 ta xona bor. Bitta 0 yetishmayapti. Shuning uchun 45 ming yozamiz. Keyin 9 deyilgan. Demak, birlar sinfida 3 ta raqam bo'lish kerak. Bizda 9 bitta. Shuning uchun 2 ta 0 yozib, keyin 9 yozamiz. Bunda o'qiymiz mana. 18 million 45 ming 9. Demak, sonlar 3 taga ajratib o'qiladi. Oxirdan boshlab 3 ta ajratiladi. Bu 3 ta xona birlar sinfi deyiladi. Keyingi 3 tasi minglar sinfi, keyingisi millionlar, milliardlar, trillionlar va hokazo davom etadi. 18 million 45 ming 9 bo'ldi. Bu javob C javob ekan. Keyingisi 13. Eng katta raqam va eng kichik mukammal son ko'paytmasini toping. Raqam 0 dan 9 gacha eng kattasi 9 bo'ladi. Eng kichik mukammal son bu 6. Ko'paytmasi so'ralgan, ko'paytirsak 54. D javob. Mukammal son nimaligini o'tgan edik. O'zidan boshqa bo'lovchilarni qo'shib chiqsak, o'zi chiqishi kerak. Ana 6 ni bo'lovchilari 1, 2, 3 qo'shsak 6 chiqadi. Shuning uchun mukammal son eng kichigi shu. Keyingisi 28. Xo'p, undan keyingi savol 14-savol. 14-savolda hisoblangan 18 qo'shilgan 27 bo'luv 9 ayro 5 ko'paytirilgan 4. Birinchi, ikkinchi guruh amallar bajariladi. 18 qo'shuv deymiz, 27 ni 9 ga bo'lamiz. 3 chiqadi, ayrilgan 5 4 ga ko'paytiramiz, 20 bo'ladi. Endi faqat birinchi guruh amallari kelsa, chapdan o'ngga qarab birin-ketinlikda bajariladi. 18 ga 3 qo'shamiz, 21, ayiramiz 20 ni. Javobi 1. Bunday javob B ekan. 15-misol. Amallarni bajarilgan 130 qo'shilgan 70 bo'lamiz 5 ga, ko'paytiramiz 4 ga, ayiramiz 10 ni. Xo'p, qo'shib bajarsak 200, 200 bo'lamiz 5 ga, ko'paytiramiz 4 ni, ayiramiz 10 ni. 200 ni 5 ga bo'lsak 40, 40 ni 4 ga ko'paytirsak 160, 10 ni ayirsak 150. Bunday javob B javob. 16. 0 raqami sonning qaysi xona birligida joylashgan? Bizda 120 ming 359 berilgan. Bu xona birlar, bu o'nlar, bu yuzlar, bu minglar deyiladi. Demak, minglarda turgan ekan. Minglar xonasi. Bunday javob D javob. 17-savolda hisoblangan 35 ayrilgan 20 bo'lingan 5 qo'shilgan 19 ko'paygan 3. Birinchi, ikkinchi guruh amallarni bajaramiz. Buni bo'lish bilan ko'paytirish bajarib olamiz. Shunda 35 ni o'zini yozamiz, ayrilgan 20 ni 5 ga bo'lamiz. 4 qo'shilgan 19 3 ga ko'paytiramiz, 57. Endi birin-ketinlikda bajaramiz. 35 dan 4 ni ayiramiz. 31 qo'shamiz 57 ni 88. Endi 18. Bunda ham hisoblashimiz kerak ekan. 7 ko'paytiruv
48 minus 34 qo'shilgan 3 ko'paytiruv 19 plus 54. Bunda 7 ko'paytiruv deymiz, qavsni ichini bajaramiz. 14 qo'shilgan 3 ko'paytiruv deymiz. Va alaykum assalom. 19 ga 54 ni qo'shsak 60 73. Hisoblaymiz. 7 ni 14 ga ko'paytirsak 98, 3 ni 73 ga ko'paytirsak 219. Endi ikkalasini qo'shsak, bunga 2 ta olib beramiz 100. 100 ga 217 ni qo'shsak 317 degan javob A ekan. Keyingisi 19-savolda tub raqamlar ko'paytmasini toping. Biz bu yerda tub raqamlar yig'indisini topgan edik mana. Shundan foydalanib topib qo'yamiz. Bunda 2 ni ko'paytiramiz 3 ga, ko'paytiramiz 5 ga, ko'paytiramiz 7 ga. 2 ni 5 ga ko'paytiramiz 10, 3 ni 7 ga ko'paytiramiz 21. Javobi 210 ekan. Bunday javob C javob. Va oxirgi 20-savolda ketma-ket kelgan 3 ta son, 3 ta tub sonlar yig'indisi quyidagilardan qaysi biriga teng bo'lishi mumkin degan. Demak, javoblar 9, 15, 6, 21. Tub sonlarni yozib chiqamiz. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ketma-ket qo'shamiz. 2 ga 3 qo'shamiz 5, 5 ga 5 qo'shamiz 10. 10 degan javob yo'q. Demak, 3 ta bo'lmadi. Keyingi 3 ta. 3 ga 5 qo'shamiz 8, 8 ga 7 ni qo'shamiz 15. 15 degan javob bor. Demak, ketma-ket kelgan 3 tasini qo'shsak, variantlardan 15 chiqar ekan, B javob. Demak, birinchi darsimizni uyga vazifa testini tahlili tugadi.